Neft narxi oshganda AQSh katta daromad oladi. Tramp. Eron Oliy bosh qo'mondonligi maslahatchisi Netanyahu Trampni urush tuzog'iga tortib keldi. AQShning prezidenti Donald Tramp neft bozori va Eronning yadro dasturi haqida bayonot berib, neft narxining o'sishi Amerika iqtisodiyotiga foyda keltirishi mumkinligini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, neft narxi ko'tarilganda AQSh energetika sohasi katta daromad oladi. Shu bilan birga Tramp prezidenti sifatida asosiy vazifalaridan biri Eronning yadro quroliga ega bo'lishining oldini olish ekanini ta'kidladi. U Eronni Yovuz imperiya deb atab, Tehronning yadro dasturi nafaqat Yaqin Sharq, balki butun dunyo xavfsizligiga tahdid solishi mumkinligini aytdi. Trampning ta'kidlashicha, AQSh Eronning yadro quroliga ega bo'lishiga yo'l qo'ymaslik uchun qat'iy choralar ko'rishga tayyor. Eron esa bir necha bor o'zining yadro dasturi faqat tinch maqsadlarga qaratilganini aytib keladi. Shu bilan birga Eron va G'arb davlatlari o'rtasida yadro dasturi masalasi bo'yicha siyosiy tortishuvlar bir necha yildan beri davom etmoqda. Tehron rasmiylari bunday harakatlar mintaqadagi xavfsizlikni yanada izdan chiqarishi mumkinligini ta'kidlamoqda. Eron Oliy bosh qo'mondonligi maslahatchilaridan biri, Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu AQShning prezidenti Donald Trampni mintaqadagi mojaroga tortishga harakat qilganini ma'lum qildi. Uning ta'kidlashicha, Isroil mintaqadagi vaziyatni keskinlashtirib, AQShni bevosita harbiy to'qnashuvga jalb qilishga urinmoqda. Eron tomonining fikricha, bu strategiyaning asosiy maqsadi Vashingtonni Yaqin Sharqdagi harbiy operatsiyaga yanada chuqurroq yaqinlashtirishdir. Tehron rasmiylari bunday harakatlar mintaqadagi xavfsizlikni yanada izdan chiqarishi mumkinligini ta'kidlamoqda. Ayrim tahlilchilarning fikriga ko'ra, Isroil Eronning yadro dasturini o'z xavfsizligiga katta tahdid deb hisoblaydi. Shu sababli u AQSh bilan yaqin hamkorlik qilib, Eronga nisbatan bosimni kuchaytirishga harakat qiladi. Eron esa bunday ayblovlarni rad etib, Isroil va AQShning mintaqadagi vaziyatni sun'iy ravishda keskinlashtirishda ayblamoqda. Tehron rasmiylari har qanday tashqi bosimga javob berishga tayyor ekanini bir necha bor ta'kidlagan.